Surxon vohasida ta'lim-tarbiya o'chog'i sifatida yuksak obro' qozongan Denov tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'z faoliyatini 1925-yilda boshlagan. O'sha davrdan buyon 100 yil davomida minglab o'quvchilarga bilim va ma'naviyat berib kelayotgan mazkur dargoh bugun ham o'zining yuksak an'analari va zamonaviy sharoitlari bilan ajralib turadi. 2025-yilda maktabning 100 yillik yubileyi keng nishonlandi. Ushbu tantanali sana munosabati bilan maktab sahnasida turli madaniy dasturlar, rang-barang sahna ko'rinishlari, milliy raqslar va qo'shiqlar namoyish etildi. Bayramona tadbir maktab jamoasi, o'quvchilar, ota-onalar hamda mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Yubiley tadbirida ta'lim maskanida uzoq yillar mehnat qilgan, yosh avlod tarbiyasiga beqiyos hissa qo'shgan faxriy ustozlar alohida ehtirom bilan eslab o'tildi. Ularning fidoyi xizmatlari qadrlanib, esdalik sovg'alari topshirildi. Bu esa maktab an'anasidagi eng oliy qadriyat, ustozga hurmat va ehtirom yana bir bor yorqin namoyon bo'ldi. Bugungi kunda 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi zamonaviy binolari, keng va yorug' sinfxonalari, sport zallari, kompyuter xonalari hamda kutubxonalari bilan faxrlanadi. 2021-yilda foydalanishga topshirilgan qo'shimcha zamonaviy bino tufayli o'quvchilarga yanada qulay sharoit yaratildi. Hozirda mazkur ta'lim maskani 1900 dan ortiq o'quvchi uchun mo'ljallangan. Barcha sharoitlarga ega va zamon talablari darajasida faoliyat olib bormoqda. Maktabimiz 1925-yil tashkil topgan. Mana hozirgi vaqtda maktabimizning bugun 100 yillik yubiley to'yini nishonladik. Bu bayramga barcha ustozlarni, mana shu maktabda ishlab uzoq yillar ishlagan ustozlarni taklif qildik. Bu bayramimiz juda ham bir chiroyli, shodiyona tariqasida o'tdi. Yana ham bir bor 100 yillik bayram bilan barcha ustozlarni tabriklayman. Kelayotgan o'qituvchilar bayrami muborak bo'lsin. Ustozlar bayrami bilan barchani tabriklaymiz. Maktab o'quvchilari nafaqat darslarda, balki sport, fan va san'at yo'nalishlarida ham yutuqlarga erishib kelmoqda. Denov tumanidagi 17-maktab 100 yillik tarixga ega bo'lishiga qaramay, bugungi kunda ham yoshlik jo'shqinligi bilan yashaydi. Bu dargoh o'zining mehnatkash o'qituvchilari, iste'dodli o'quvchilari va mustahkam jamoasi bilan Surxon vohasida ilm va ma'rifat bayrog'ini baland ko'tarmoqda.